Assalomu alaykum vatandoshlarimiz, obunachilarimiz. Mana navbatdagi skromniy haytik fason darvozamizni niyat jamoasidan xudo xohlasa tomosha qilishlaring mumkin. Bu darvozani ko'rishdan oldin birdan like bosib qo'yishni degan umiddamiz. Xudo xohlasa telefonda ko'ryapsizlarmi, televizorda, YouTube'da ko'ryapsizlarmi, Instagramda ko'ryapsizlarmi, xudo xohlasa chiroyli qilib mana obzor qilib beramiz. Darvozamiz birinchi o'rinda razmeri qiziqtiradi ko'pchilikni. Eniga 4,5 metr, bo'yiga 360 bo'lgan. Gigant razmer desa ham bo'laveradi. Optik kvadrati 16,2 kvadrat chiqqan. Darvozada ishlatilgan materiallar: oyog'ining tagi, past tomoni, ikkala yoni 10 ga 5 shveller, bezuloq. O'rta profillar ustunga qo'yilgan, 10 ga 5 profil qilingan. Buni stenasi ham qalin. Tahyamizning tagi tomoni, tepa tomoni 10 ga 5 profil qilingan. Sababi shvellerda bir tomon yo'qligining sababiga profil qilingan. Chunki aksariyat darvozamizga profil qilinadi. Tepa tomoniga 55 sm tahya qilingan. Lazer gulni ham nihoyatda chiroyli aka o'zlar loyiha bo'yicha darvoza ishlangan, loyihasini tashlab berilgan, loyiha bo'yicha qilib berilgan. Ranglariga kelsak, mokr asfalt bir xilda однотомный sepilgan, laklari matviy lakda bo'lgan. Bunga ishlatilgan oldidagi lisi 1.8, orqasidagi 1.5 bo'lgan. Ikki qavat variantda bo'lgan, ütib-ütili qilingan. Fonni dovush yo'q. Qovurg'a profillari ichki tomoni 6 ga 4 profil, 4 ga 4 profil ishlagan, yuz qismiga 4 ga 2 profil bilan 2 ga 2 profil ishlagan. Boshqa hech qanaqa bezak-mezagi yo'q. Faqat skromniy insonlar uchun juda ko'pchilik telefon qilishadi. Kosonsoyga qo'yganmiz birinchi, shaharga Namanganga qo'yganmiz. O'sha orqali shu akamga yoqqan ekan. Mana shunday qilib bering deyishgan uchun shunday chiqarib berdik. Xudo xohlasa darvoza nihoyatda chiroyli. Shu darvozaning og'irligi 1 tonna chiqadi. Zamoqlari o'sha hammaga qo'yib kelinayotgan stimul zamok. Xizmati ham nihoyatda zo'r. Kalitkamiz 92 sm, ochilishi 90 sm ochiladi. Zazor yopish maqsadida fonni 1,5 ga 1,5 kurga aylantirib chiqilgan. Pesh burunimiz 3 ga 2 profil qo'yilgan, buni stenasi ham qalin bo'lgan. Xudo xohlasa mana ko'rishlaring mumkin. Agar O'zbekiston bo'yicha Tojikiston, Qirg'iziston yon atrofdagi mamlakatlarga dastlabkamiz bor, olib borib o'rnatib, shunday qilib ustorovka qilib topshirib beramiz. Orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. Keling aka. Keling. Xonadon egalari hozir ishdalar akam. Shuning uchun mana 80 ga yaqinlashib qolgan onaxonimiz borlar. Birinchi o'rinda duo olamiz. Kelinglar. 85 ekanlar. 90 ga qarab ketyapsiz aka. Ona, assalomu alaykum. Charchamasdan. Mazangiz yaxshimi? Darvozalar buyurib nasib qilsin, qulluq bo'lsin. O'shanga bir o'zingizni fikringizni bildirib olsangiz. Allohim ishlaringlarga rivoj bersin. Amin. Men ushlab turaman, gapiraman. Hamisha dastgoringlarga barakot, ishlarga rivoj bersin, mushkullarni oson qilsin. Amin. Har bir bosgan qadaminglarni bexatar beshikast qilsin. Hamisha Parvardigorning eldi xizmatida bo'linglar bolam. Hamisha halol va pok bo'linglar bolam. Topganinglar to'ylarga, mana shunday yaxshilik kunlarga buyurib, farzandlarni baxtini kamolini hammalar birgalikda ko'rishlikka Alloh taolo nasib ro'za aylasin bolam. Meni yoshimga kiringlar, 90 ga qarab ketyapman bolam. Umringlar uzoq, rizqinglar ulug' bo'lsin, mushkullarni oson, hojatlarni ravon qilsin. Farzandlarni baxtini kamolini hammamiz birgalikda ko'rishlikka Alloh akbar. Yashang ona. 105 ga kirganingizda ham shunday duoda o'tiring. 105 ga kirganingizda to'ylarni qiling, hojlarga takror boring, masjidlarga doim ochiq tursin. Yaxshiliklarga. Rahmat bolam. Salomat bo'ling. Bergan pullaringizga rizo bo'ling ona. Rozi bo'linglar. Mehnatinglarga Allohim biringlarga ming bersin bolam. Rahmat ona. Bir qanchalar sarflab million qilib qaytarsin bolam. Hamisha dastkorlarga barakot, ishlarga rivoj bersin. Rahmat ona. Kam bo'lmang, charchamang. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshiliklarga ochib yoping ona. Rahmat bolam. Obunachilarimiz mana onaxonimiz duolarini oldik. Mana orqa tomonni endi ko'rsatib o'tamiz. Mana orqa tomonlari ham tekis, hech qanaqa bezak-mezagi yo'q. Mana kaltkamizni yopib qo'yaylik, opish ko'rinishini ko'rsin. Mana orqa tomoni o'sha 1.5 liskga qoplangan, o'tib etili qilingan, o'ziga yarashgan ruchka qo'yib berishgan. Qanotlarimiz ochilishlari. Ochilib ketish yo yopilib ketishi yo'q. Uruvinga o'lgan darvoza. Aytgan joyingizda qotadi. Mana. Darvozaning o'zi razminligi ham bor. Bismillah. Hojona, rizo bo'ling, biz ketdik. Duoda bo'ling doim. Xo'p, yashang ona, charchalang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ona. Mana obunachilarimiz onani ham duolarni oldik. Xudo xohlasa
bemalol maslahatimizni ham beramiz, ma'qul kelib qolsa darvozalarni ham qilib beramiz. Qayt fason deysizlarmi, Samarqand fason deysizlarmi, har qanday fasonni o'zimiz loyiha qilib ham beraveramiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor, olib borib o'rnatib, usulga qilib beramiz. Bitta narsani aytib o'tib ketay. Doim birinchi o'rinda boquvchisini yo'qotgan, sharoiti o'ta og'ir insonlarga ehsonga darvozamiz ham bor. Mana shu niyat jamoasi birgalikda Xudo xolasa Alloh berib turibdi, berardan qismasin. Ehsonga har doim darvozamiz tayyor. Boquvchisini yo'qotgan bo'lish kerak, yo'q, nogironli bo'lish kerak. Haqiqatdan muhtoji bo'lsa o'rganib chiqamiz, olib borib turib besplatniy darvoza qo'yib beramiz. Xudo xolasa videomiz, darvozamiz yoqqanimizda birdan layklaying, ayamaysiz degan umiddamiz. Obuna tugmasini bosib qo'ysalar, bundan ham chiroyli darvozalarimizni Xudo xolasa taqdim qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.